300 dan ziyod insonning jasadi topilganini ma'lum qilishdi. La'nati. Bu qanday bo'ldi? O'lib ketgurjida keskir ekan. Bunga o'xshash narsani avval ko'rganmisizlar? Shu mato g'ildirakni ilma teshik qilgani juda g'alati. Shinani kesish uchun o'q tezligida uchgan bo'lishi kerak. Jenursan, kimnidir tishi yopishtirilgan ekan. Voqea Poxo okrugi fojiasi Ey, nomini olgan. Poxo yangiliklari. Petvillning janubida 4 kun avval yonib ketgan eski cherkov joyidan dahshatli topilmalar chiqishda davom etyapti. Tutayotgan xarobalar atrofini tintuv qilayotgan sherif boshqaruv vakillari hozirga qadar 300 dan ziyod insonning jasadi topilganini ma'lum qilishdi. Ularning aytishicha,